pochchamga aytasiz, yangisini olib beradilar. Kenayam uyingizni stiralkaga sut to'lyapti, barabaringiz aylanmayaptimi? Nima qilish kerak, ko'rib chiqamiz. Mana ko'rayotganingizdek sut to'lyapti. Mana sut to'lyapti, ko'rayotganingizdek. Birinchi o'rinda stop bosib olamiz. Stop bosganimizdan keyin mana bu yerdan ajim rejimiga qo'yamiz. Ajim rejimiga qo'yganimizdan keyin playga bosib yuboramiz. Playga bosganimizdan keyin sливный motor hamma suvlarni chiqarib tashlash kerak. Agar sливный motorimizni chiqarmayotgan bo'lsa, apparatimizni polni o'chirib olamiz-da, mana bu joyini ochib olamiz. Mana bu joyini ochganimizdan keyin o'zini yonida joyi bor. Bittasi katta, bittasi kichkina. Katta joyini ochib olsanglar, suv birdaniga chiqib hamma joyi vayron qilib yuboradi. Shuning uchun mana bu yonida kichkina shlanka qilib qo'ygan. Mana shu joyini sekin ochamiz-da, sekin-sekin ichidagi suvni hamma suvni to'kib olamiz. Hamma suvni to'kib olganimizdan keyin katta joyini ochib ko'ramiz. Bu kir bo'ladi yoki toza chiqadi. Agar kir chiqsa tozalab qo'yib ko'ramiz, ishlatib olamiz. Agar shunda ham ishlamayotgan bo'lsa, motorimiz kuygan bo'ladi. Sливный motorimiz kuygandan keyin usta chaqirish kerak bo'ladi. Keyin bilaman, siz bunaqa narsalarga boshingizni ortib o'tirgingiz kelmaydi. Pochchamga aytasiz, yangisini olib beradilar. Albatta hazil hammasi. Xo'p, ustiga ko'rsatib o'qasiz. Agar shunda ham ishlamasa, steralkani motorini ko'rib oqish kerak bo'ladi. Steralkani motor asosan cho'tkasi qolmay qoladi. Usti cho'tkalarning yangisini qo'yib ishlatib ko'radi. Agar shunda ham ishlamasa, platasini ochadi. Platasi ketgan bo'lishi mumkin. Demayapti. Usti keyin platasini ochadi, platasini remont qilib qo'yadi. Platani remont qilib qo'ygandan keyin steralkamiz ishlashi kerak. Kimga mana shunaqa sifatli xizmatlar kerak bo'lsa, Science Service'ga obuna bo'linglar, pastdagi telefon raqamlariga telefon qilinglar.